dildoshim. Bir dasturxoniga ham qarab turaylik-ku. Katta eshik tashab chiqib ketgan bo'lsak ham, hop uyda qolgan bo'lsak ham bir qarab turaylik. O dada bilan ona nonushta qilib bo'lgandan keyin o quyosh tushganda turib olib, xotin ikkita tuxum pishirib, ota bilan ona bechora quruq nonni yegan paytda, tuxum buyurayotgan paytda xotinimizdan so'raylik, dadamga ham pishirib berdingmi tuxum degan narsani? deb ham so'raylik. Turib olib tuxumni pishir. Dada yedimi? Ona yedimi? Onalarni qarang, to'yga borib, uyga borib maqtanyapti. Nima deb maqtanyapti? Papaq somsa yedingda deyapti-da. Bir jup papaq, to'y yomon bo'lib ketibdi, ha? To'yda somsa qo'yyapti. Qanaqa papaq somsa ya? Maza qildingda. Somsani qatta zo'rini biladi. Shashlikni qayta zo'rini, oshni qayta zo'rini, samovarni zo'rini. Lekin onachi bechora, otachi bechora. Bir o'ylang, agar ota-onaga farzandi mehrini bermaganda, bozorlar u axlat u dedim to'lib ketardi. Buna qilib o'tirishlar qaytdi edi. Biz onamiz qiynalsa ham, biz otamiz qiynalsa ham, bizni shunaqa holatga kelishimizga sababchi bo'lgan shu zotlarda. Bir ota bilan gaplashib qoldik. Tog'a, ha, nechta o'g'lingiz bor? 4 o'g'il, 5 ta qizim bor. Ha, yaxshi 9 ta ya, ha. Bir keling hisoblaymiz ularni. Kiyim-kechagini. Hammasini chiqarib bo'lganmisiz? Ha, chiqarib bo'lganman. Nima uchun so'radim uni? Sintetika ko'ylak kiyib olibdilar-da, tog'a. Qarang, sintetika ko'ylak. 9 ta farzandni dunyoga keltirib, joyli qilgan otani ko'ylagi sintetikada. Necha pullik ko'ylakdi? Haligi oldi berdilarga qo'yiladigan ko'ylakni kiyib olibdilar. Biz kiyamizmi shuni? Biz kiyamizmi shuni? Dadamga bo'laveradi, kim kiyo qiladi? Dadamga bo'laverarmish. Maykani ko'rsangiz, tog'ani qorayib ketganda, oq mayka, qora. Dadaga o'zlari kiyarlar, qayna qilganda endi. U qani bechora dadani qaynasi ham o'tib ketganda, qani endi qilaydi siz. Endi o'g'ilda endi uni nimasi? Qarang, bir kiyimiga qarab turaylik. Chunki kim otasiga, onasiga libos kiygizadigan bo'lsa, dunyodagi barcha yalang'ochlarga libos kiygizganda savobi beriladi-da. Kim ko'ylak olib bergan otasiga? Kim otasiga mayka olib bergan? Kim otasining haftada bir ko'ylagini yo maykasini almashtirib turgan? Hammomga borib, g'animat ular. Hammomga borib kirib ketishdan oldin yarim kilo dumni tashab qo'yib, shu 4 soat mazza qilib chiqib, maqtansa bo'lmaydimi? Nima deb? Men otam bilan mazza qilib haftada bir marta hammom qilib chiqishimizga dum sho'rva ichib, mazza qilib yurib hayot kechirdim. G'animat ekanlar, topolmagan ekanman, bilmagan ekanman degan ekan bormi? O'rtoqlarimiz bilan uyushamiz, zo'r samovar bor ekan. Tarxonasi, hovuzi, basini hamma bor ekan. Dushni aytmaysizmi? Chiqishingizga deydi, muqaddas tayyorlab qo'yishini aytmaysizmi? Otamiz olib borsak qanaqa maza qilar kim bizni? Kim otasi bilan bir dasturxon, onasi bilan bir dasturxonda o'tirsa, jannat bog'chalaridan bo'lgan bir bog'chada o'tirganda savobiga egador bo'ladi. Kim otasi, onasi bilan bir taomni bir dasturxonda yesa, jannat taomini yegandek bo'ladi debdilar. Qanday ham baxt. Biz o'g'il bolamiz, qiz boladan himmatimiz pastda. Anchitga qatnardim. Yo'g'ida velosipedda, yo'g'ida mashinamda. Bir yo'lda xo'jaga keldim, deya o'tadigan yo'li bor. Shu yerda bir nogiron bir aka bor edi. U bir 18 yil, 17 yil bo'lyapti. Yonida bir 3 yoshli qizcha ko'chaga olib chiqib dadasini u o'zi yetaolmaydi, olib chiqib qo'yishadi, u qarab turadi dadasiga.
o'tib ketayotib rahmim kelib, haligi qizchaga qand berib, aka bilan so'rashib o'tardim. Bir kun o'tayapsam, stollar qo'yib qo'yishib nima qilishyapti. Ichkarida bir yig'i kelyapti-da. Katta odamning yig'isi emas. Kichkina bolacha yig'isi. Uni aldashayotgan ekan, dadang uxlab qoldi, qizim. Qo'shnilarga o'ynab turgan deb qo'shniga tashab chiqishgan. Qo'shni aytib qo'yibdi-da, dadang o'ldi, o'shanda odamlar turibdi. Yugurib chiqsak-ki, dada yotibdi-da. Dadani ko'rsatishib. Armon bo'lib qolmasin, bola ichikib qolmasin, dadang shu endi o'ldi dadang desa chidamayapti-da. Nimaga o'ladi dada? Men endi kimi dada deyman? Qiz ekanti 3 yashar. Men kimi dada deyman? O'rtoqlarimni dadang qani desa men nima deyman? Ey Xudo, dadamni ham o'ldirasanmi deyapti talib bolacha. Ey kasal bo'lsalar ham, nogiron bo'lsalar ham, aravachada o'tirsalar ham dadam tirik qolishlari kerak deb yig'layapti-da. Men kimi endi poylab turaman? Men kimi endi dada deyman? Men kimi endi yetalayman? Deb bechora yig'ib hammani yig'latyapti, o'tib ketyapman-ku. To'xtashning iloji yo'q, o'tib ketdim. Lekin hali qirchani qulog'imda qoldi-da ovozi. Bir anchadan keyin o'sha ko'chaga yurayim betlamay qoldi-da. Bir kun o'tayapsam turibdi-da. Turibdi. Yana tushib qizchaga qandni berib-de yuziga qarasam, otasi nogiron bo'lsa-da, aravachada o'tirgan bo'lsa-da, hali qizchani ko'zidagi xursandchilik yo'q-da. Nimaga yo'q? Chunki qo'shnisini, dadasini bir narsa ko'tarib kelganda, dadam olib keldilar degan gapiga u qizchani endi yo'q o'sha narsa meni dadam olib keladigan. U qizcha ko'chada qolgan, yo'q ko'chada orzu havasiga yetmagan bas, undan-da ziyoda bo'lib keladi. Tog'asi bor, amakilari bor, lekin dadani o'rni boshqa ekanda. Kutyapti-da nimanidir. Kutyapti hali qizcha. Har safar berganimda meni tishlab turib dadasiga meni tishlatib turib keyin solardi og'ziga hali qizcha. Hali qandni bersam yana odatga ko'ra hali qizchada xursandchilik yo'qda. Tog'a endi menga qand bermay qo'yavering deyapti. Kichkina qizchada tog'a menga endi qand bermay qo'yavering. Nimaga ular deyapsiz qizim desam, chunki dadam yo'q deyapti. Chunki meni birinchi dadamga solib, keyin men og'zimga solardim. Shu dadam yo'q endi menga bermay. Dadingiz qayerga ketdilar? Dadam jannatga ketdilar. Xo'llar aytishdi, yig'lamang qizim, dadingiz jannatda yig'laylar, siz yig'layaningizni ko'rib. Shuning uchun men yig'lamayapman dedi. O'rtoqlarimga ham aytayapman dedi. Keyin u yana bir 2 yil o'tgandan keyin yana o'sha ko'chadan o'tayapsam, yana turibdi. Quruq aravachani olib chiqib olibdi. Hali yoshligida aravachani oldida qanaq turgan bo'lsa, shuna turibdi-da. Yana to'xtab, yana qand berib, boshini silab, "Ha qizim" desam, aravachada hech nima yo'q, nima olib o'tiribsiz, chiqib turibsiz desam, qo'shni o'rtoqlarim dadang yo'q deyishyapti. Men ularga aytayapman, dadam uyda uxlayaptilar deb. Dadam borligicha aravacha bor, mana aravacha turibdi deb, aravachani quruq bo'lsa ham olib chiqib turibman. Ular qayerdan biladi, ular yoshda hali, dadam jannatga ketganlar deyapti-da. 3 yil 4 yil o'tdi-da, hali qiz 6 yo 7 yashar bo'ldi-da. Yana o'tayapsam, yana hali qizcha turibdi-da. Tog'a endi men to'xtadim, u to'xtadi. Tog'a to'xtaydi. Yana tushib qand berib, "Ha qizim" desam, bir narsa so'rasam maylimi sizdan? "Ha, mayli so'rang." O'lsa ko'mishni kim chiqargan deyapti. 7 yashar qizcha. O'lsa ko'mishni kim chiqargan? Ha, bizning dinimizda, bizning shariatda shuna degan. Desam aytadiki, agar ko'mishlik bo'lmaganda dadam uyga burchakka qo'yib qo'yardim. Sog'inganimda kirib bir o'pib chiqardim. Ko'chadagilar dadang yo'q desa, "Yur" deb olib kelib, "Mana dadam" deb betlaridan o'pib qo'yardim. Qabristonga olib borishyapti-yu, lekin tirikligidaqa ko'rgandaqa maza qilmas ekansiz.
Bir bechora hali gapni gapirdi. Endi bir o'g'il bo'lib turib biz shu bolacha, shu qiz bolachani qimmatidaqa qimmat qilyapmizmi onamiz, otamizga? Biz o'g'ilmiz-ku deb o'ylaydi. O'g'ilmiz-ku biz. Endi qarangki, Alloh subhanahu va taolo biz bandalarni ota-onaga emas, ota-onani bizga mehrini tushirib qo'yibdi-da. Endi biz o'shan bilan aldanib qolmaylik. Ular dunyoga mana g'animatlar topolmaymiz, hiyla tugul izini ham topolmaymiz. Yediraylik, kiydiraylik, ularning ko'nglilarini olaylik. Chunki ular dunyoga kelib, biz tug'ilganimizda xursand bo'lgandaqa, ular bizni ko'rganda yana xursand bo'lishsin-da katta bo'lib. Nima bilan? Ko'ngli to'qlik bilan. Bizda bir gap bor. Otam deydi, onam deydi, farzandini deydi, toparmanini, tutarmanini yaxshi ko'radi deydi. Uyga olib keluvchisini yaxshi ko'radi. Biz nima olib kelmayapmiz? Nima biz topmayapmiz? Nima biz jinnimizmi? Aytingchi, biz jinnimizmi? Ko'chada o'tiribmiz-ku, gurung qilib. Ko'chada o'tiribmiz-ku, ko'chani to'ldirib, ko'chani bo'shatmasdan. Ha, uni o'rniga ishlasaychi, kuchimiz ko'p-ku, tog'ni ursak tarpon qilib tashlaymiz-ku. Qo'raysiz qaraning onalarini hunarlari yo'qligidan qo'y boqib, mardikorchilik qilib, onalarini yedirib kiydirgan ekanlar. Mardikorchilik qilib aytar ekanlar, dasturxondagi taomlaringdan beringlar, onamga yedirib olay, onam g'animat bo'lib qolganlar. Agar ertaga vafot etib qoladigan bo'lsalar, men shu taom menga yeyish bo'lsa, men o'zim yemayman bu taomni. Nimaga desa, onam yemagan taomni men yemayman degan ekan. Nima qilyapsizlar? Ishlaydigan nom emas. Endi qarangki, onamizni bir ko'rib ko'chada bizni ona degani qanaqa ko'tarilamizmi shu onamizni? Shunaqa bolalar bor ekan. Ayog'i bozorga boradi, ha bo'ldi. Borib turaveraymi, orqangizdan boraman. Nimaga birga yurmaydi? Chunki onasidan hazar qiladiganlar bor ekan. Onajon, siz oldiroqda yuraveringmi? Yo'q, ona orqaroqda yuring. Bizdan hazar qilmadi-ku, qip-qizil go'sht, shilimshiq, parda qon bilan turganimizda hazar qilmadi-yu. Biz faxrlanmaymizmi? Qanaqa bo'lmaydimi? Biz faxrlanmaymizmi? Ona-ku, ota-ku. Bu hazar qiladigan, ulardan bir ijirg'anadigan bo'lsak, dushlarni qilib beraylik, kunda cho'milishsin, chiroyli ust-boshlarni kiygizaylik, maza qilishsin. Onam deng, jannatim deng, yelkangizda ko'taring. Ertaga topolmay qolamiz-ku. Ana suhbatimizni nihoyasida bir 16 yil oldin qadrdonlar bilan oshimiz bordi, shu oshda. Endi ota-onangiz o'tib ketgandan keyin bilar ekansiz. Chunki gap borki, qadri shay'u lahu ba'da zavolihi, bir narsani qadrini u narsa yo'q bo'lsa keyin yetiladi. Taomni mazasi tuz bilan bo'lsa, uyimizni mazasi ota-ona bilan ekanda. Kim dedim o'sha bir nimamizda tirikligida jannat bog'chasidan bo'lgan bir bog'chada o'tirishni xohlasa, ota-onasi bilan o'tirsin. Kim tirikligida jannat taomini yesa, onasi bilan yesin, otasi bilan yesin bir taomni. Kim dedim rukun sajdasiz, kim rukun sajdasiz ibodat qilishlikni savobiga erishaman desa, ota-onasini yuziga mehr bilan qarab tursin, ibodat savobiga erishadi desam, Marg'ilonda tug'ilib, katta bo'lib, Farg'onada uy-joy qilib, bola chaqasi bilan o'sha yerda yashayotgan o'rtog'imizga ta'sir qilibdi-da, 16 yil birga nonushta qilibdi-da. Aytmoqqa oson. Hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, ertalab kelaman, birga nonushta qilamiz. Qo'limdan kelgancha bir narsalarni ko'tarib kelaman deydi. Onam ham dedilar, xuddi qarzga o'xshab bolalar shekilli deydi, bir narsalarni topib turadi. O'g'lim, o shirin ekan, yeng. 38 ga kirganidan o'tganlarida deydi, biror marotaba sansiramaganlar deydi. Sizlaydilar deydi. Bir narsalarni bekitib qo'yadilar. To'shakdagidami, sondiqdanmi olib turib, "Meni yeng o'g'lim" dedilar. Kecha tatib ko'rdim, shirin ekan. O'g'il, nevara, farzand hamma bor uyda, lekin meni boshqacha ko'radilar.
Men ham dedi nonushtaning billa qilib keyin to'ycho'larga borib 16 yil peshinda o'qib vaqt telefon qilibman dedi. 2 gudoyda qoladilar. Alo. Ha o'g'lim, yaxshimisiz? Ha, o'zingiz ehtiyot qiling. Bitta ha o'g'lim degan gaplari ichimni yorishtirib yuboradi, kengaytirib yuboradi dedi. 2 gudoyda oladilar dedi. 3 gudoygan bo'lmaydi, chunki qo'llariga kashal yo'qib berganman. Ona shuni o'zingiz bilan olib yuring. Chunki ko'tarmay qolsangiz men ichim g'ash bo'lib qoladi. O'rganib qolar ekansiz dedi. Onam bir kun kasal bo'lib qoldilar. Uyda yotibdilar, o'g'il, qiz, aka-ukalar o'tiribmiz. Doktorni olib keldim. Doktor kelib, professor tekshirib, dori-darmon endi ta'sir qilmay qolibdi. Ag'di kasali endi bag'i. G'animat biling topolmaysiz. Men yo'qotib qo'ydim, o'tib olishdi, topolmayapman. Xiyla tegul izi ham yo'q qolmas ekan. Rasmiga umuman nima bas, chunki ona bilan otani rasmidan Xudo mehr-nimani olib qo'yar ekan. Mehr-nimani olib qo'yar ekan. Shuning uchun dedi, u rasmga ishonib qolmagan ekan. Xo'p. Onangizga Xudo beribdi, gaplari tugamayapti, gaplar bitta turibdilar, gapirishlikda. Lekin bitta holat borki, bitta uxlab qolsalar qaytib turmaydilar, uyquda ketib qoladilar. Gapga solib turinglar, uzoq 3-4 soat g'animat bo'lib qolganlar. O'g'il, hammamiz gapga, o'shani gapiga ko'ra gapga solib turibmiz. Aya, ha o'g'lim. Aya, ha qizim. Gap. Gap ham tugab qolar ekan deydi. Bir mahal deydi, gap tugab qoldi. Onam sekin uyquga ketdi. Aya, ha. Bir narsa so'rasam, ha beringiz. Nima so'raysiz? Armoningiz bormi? Qarang, armoningiz bormi, aya? Ayam ko'zlarini chirt yumib oldilar. Aya, ha, ko'zingizni yumib oldingizda. Nima armoningiz bo'lsa ayting, pul hamma yo'q yetarli. Sizni armonsiz nima qilishimiz kerak? Nima o'sha armoningiz ayting. Yosh oqishni boshladi. Ovoz yo'q, yosh oqishni boshladi. Durra to'ldi, ro'molcha to'ldi. Aya, yig'layapsiz-da. Armoningiz bormi? Nima u armon? Ayting, yig'layapsiz. 35 yildan beri kutayotgan armonim bordi o'g'lim. Qilasizmi shuni? Aya, nima bo'lsa qilaman, ayting. Armonsizlik ketmang. Jon aya, ayting. Yelkalari qimirlab yig'lashni boshladilar. Aya, vaqt nima? Ayting, nima u armon sizni shunaqa bir qiynagan? 35 yil kutsangiz, mendek o'g'ilni onasi bo'lib siz kutsangiz, nima u armon? Yeysizmi, kiyasizmi? Nima o'sha? Ayting, yo vasiyat qoldiring. Nima u o'sha armon? Yig'layorsam, o'g'lim yig'lamang. Meni armonim 35 yildan beri kutayotgan armonim bir marotaba sizni sog'indim aya deng, bo'ldi, menga boshqa narsa kerak emas. İçimdan bir hayqiriq keldi deydi. Oyoqlarini bir quchoqlab, aya, men sizni sog'indim, jon aya, men sizni sog'indim deb aytishimni bilaman. Ey Alloh, dunyoga bir ona, farzand dunyoga keltirib, orzu havas ko'rib, men yetdim hamma narsaga degan ona bo'lsa, men ulardan ko'ra ming chandonga yetdim. Chunki orzu qilgan, armon qilgan so'zimni meni eshitdim. Ey Alloh, men roziman farzandlarimdan, sen ham meni farzandlarimdan rozi bo'lgin dedilar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb jon topshirdilar. Biz qachon aytdik shu so'zni deyin? Bizi ham onamizga shu so'z armondir. Bizi ham onamiz shu so'zni kutayotgandir. Qachon meni ham o'g'lim aytar ekan deb. Qachon aytdik o'zi? Aytingchi, qachon aytdik shu so'zni? U katta so'z ham emas ekanda, u so'z. Aytmagan so'zimiz ham emas ekanda. O'zimni o'ylab qarasam 38 bo'lsa, 3 yoshimgacha aytgan ekanman. Aytdilar-da, o'g'lim, bir orta o'g'lim, qizim aytmagan edi bu so'zni. Siz aytardingiz shu so'zni ko'p. Shu so'zni men kutdim-da sizdan. 16 yil qulog'im sizni og'zingizga qarab turdi. 16 yil nonushtada sizni kutdim. 16 yil telefonda ha o'g'lim deganimda, aya men sizni sog'indim degan so'zingizni kutdim-da. Ana Xudoga shukr, oxirgi holatimda bo'lsa-da men eshitdim deb
iymon keltirib vafot etdilar deydi. Yurdik kafanlab namozlarini o'qib qabristonga olib bordik deydi. Ko'mib deydi, marosimlar tugadi deydi. Uyga borib kelishdi. O'rganib qolar ekansiz deydi. Kunda nonushta, kunda bir xil ish edi deydi. Bir hafta keldim odatimga ko'ra. Ishni tushayman. Shu ochsam-u hamisha derazada meni mo'ltillab kutib turgan onamni ko'rsam-da deydi. Havo issiq, sovuq bo'lishiga qaramay, eshik derazani bitta ochib, "Keldingizmi o'g'lim? Kelavering" dedi. Ovozni kutaman deydi. O'sha bitta ovozu bitta shu onamni sochi shu oqib qulog'ida ko'rinib turgan onamni qani bir marta ko'rsam, hamma narsaga tayyorman deb eshikni ushlayman deydi. Shunday ochishimni bilaman, quruq o'sha deraza deydi. Aynan. Oxir ukamga aytdim, "Uka, onam rasmlarini men katta qilib keldim. Shuni derazaga qo'yib qo'ying. Ertalab kelganimda shu eshikni shunday ochsam, shu ko'rinsalar, mayli derazani ochilmasa ham, mayli o'g'lim keling demasalar ham, shu ochganimda shu tursalar bo'ldi shu rasm. Xo'p bo'ladi aka. Birga nonushta qildik. O'tmaydi deydi. Men g'iq bo'g'ilgan. Ketdim, ertasiga yana keldim. Kelib eshikni shunday ochsam rasm turibdi. Lekin siymo yo'q deydi, rasmda deydi. Doddi uyda yig'ladim. Ona shunchalik ham bizga g'animatmi deysiz? Shunchalik ham o'zingizni qadringiz shunchalikmidiki, uy ta'sir bizga bir nimasini o'tkazolmasa, bola, xotin, aka, uka hech kim o'tkazolmasa ya, bir marta so'zingizga men hozir gadoy bo'lishga loyiqman, tayyorman. Bir marta so'zingiz qolmaydimi ya bizga? Oxir ukamga aytdim, endi ukaman kelolmas ekanman endi. Yuragimda yara yangilanyapti. Bitta iltimos debdi. Shu telefon nomerlari o'chib qolmasin. Telefonni zaryadkasi tugab qolmasin, men pulini to'lab turaman. Xona uylariga qo'yib qo'ying. Telefon qilsam jiringlasa olmayin, chunki men qilayotgan bo'laman. Qoraka mana 3 yil bo'lyapti qilyapman hali ham deydi. Peshindan o'qiyman u telefonni teraman. Hali ham nomerlari turadi. Ana qarang. Onajonim deb qo'ygan. Shunday ezdida, ezodiki gudoy ketdi. Peshinda o'qib chiqdi, gudoy ketdi. Bir gudoy. Ikkinchi gudoy. Uchinchi gudoyga yetganda pichirli nima deyapsiz? Ayam eshikdadirlar, ololmadilar. To'rtinchi gudoy. Ayam nevaralar bilandirlar, ololmadilar. Beshinchi gudoy qo'shinlarga chiqqandirlar. 6-gudoy cholganda onam vafot etganlar u qayta javob beradilar. Bu raqamga hozir javob berolmaydi deganda qoraki ichim g'ash bo'lib ketadi deydi. 3 yildan beri erinmasdan telefon qilaman onamga deydi. Ana birodar azizlar, Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Bu ota-onalarning gapini gapiramiz desak, juda ham gap ko'p. Chunki ulug'larimiz aytadilar, 7 qavat yerda varaq qilinsa, 7 qavat osmonni siyoh qilib yoziladigan bo'lsa, qiyomat kunigacha yozib ulgurmas ekanda. Biz hozir bu jichchagina gapirgan gapimiz bilan bu ota-onani haqqini qanday ado qilib aytamiz. Shuning uchun ularga bir qaraganimizda, ularni bir ko'rganimizda biz farzandlik haqqini biz ado qilyapmizmi? Ularki otalik, onalik haqqini ado qilishib, biz shu yoshga kirdik. Biz farzand bo'lib, ota-ona farzandlik haqqini qanday ado qilyapmiz deb bir o'ylab turib amal qilib qo'ysak yetadi. Men umid qilaman, uyga borganda hech bo'lmasa shu bitta gapimizni qilib qo'yinglarki, agar onalar hayot bo'lsalar, bir fursatini qilib, "Aya, men sizni sog'indim" deb qo'yingchi, "Nima bo'ldi o'g'lim?" dedilar. Nimaga? Eshitmagan. Nimaga eshitmagan? Eshitgan. Katta bo'lganda eshitmay qolganligi uchun ilha bo'lishar ekan. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin.